hayvoningizga qaysi birini berganingiz ma'qul? Ko'kotdimi yoki silisni? Ko'kot beradigan bo'lsangiz, ko'kotni bitta yomon odatlari bor. Ya'niki, buni yeydigan bo'lsa, ichi o'tib ketishi yoki boshqa holatlari va sizda ayniqsa vaqtingizni o'g'irlashi mumkin bo'ladi. Agar silis beradigan bo'lsangiz, silis juda ham oziqaviy birligi bor va eng qizig'i sizga o'ta donli variantini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Assalomu alaykum Sardor O'z kanali hurmatli tomoshabinlar. Biz hozir yangi ochilgan Yamaga yetib keldik. Biz hozir Namangan shahri Nesleni atrofidagi ushbu fermada mana ko'radigan bo'lsangiz Ahrorjon Horming. Assalomu alaykum, salom alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz? Charchamasdan. Mazangiz yaxshimi? Rahmat. Kelinglar, endi mana bu yerda silis yamani zo'ri ochilibdi. Xudo xolasa silis yama addushi mana donli qilib bosilgan varianti va buni hozir mana qoplanish jarayonida. Biz Ahrorjon bilan mana birgalikda juda uzoq vaqtlardan birga ishlab kelamiz va Ahrorjon, nima gaplar? Qalay ekan bu don? Xudo xolasa bu vobshe zo'r aka. O'ta ham donli, qopda ham donlari zo'r ko'rinib turibdi aka. Xudo xolasa klientga borgandan keyin, hali qopda doni ko'rinmayapti-kan deb xijolat qilmaydigan bas. Xudo xolasa bemalol xijolat qiladigan joyi yo'q, chunki mana shu qopda mana bemalol donlarini ko'rsatib ham qo'yishimiz mumkin. Mana ko'ryapsiz. Mana don mana shunday sarg'ayib, sizning ko'zingizga shunday tashlanib turishi mumkin bo'ladi. Albatta mana shunaqangi donlilaridan bermoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, agar siz silis bilan boqadigan bo'lsangiz, oziqaviy birligi kuchli bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan, ham desa siz vaqtingizni bemalol shuni bir qopda shuni to'kasizda ishingizga borasiz yoki to'yingizga borasiz, bemalolchilikda bo'lasiz. Va buni yegandan keyin maza qilib molingiz yoki qo'yingiz, umumiy hayvoningiz maza qilib yotadi. Xudo xolasa sut yo'nalishida bo'lsa, sutini ko'paytiradi, semirtirish bo'lsa, semirtirishiga olib keladi. Xo'p, silisning juda ham ko'p foydalari bor. Biz esa mana bu yerda hozir kelinglar silis haqida narxlarini, ularni hozir gapirib o'tamiz. Ahrorjon, To'g'ri aka. Esimdan chiqib qolibdi. Like arzimas, tekinu akalar. Xo'p, Ahrorjon, bu yerda nechta tondan bor? Bu yerda xudo xolasa 800 tonnacha bor aka. 800 tonnacha bor. Xudo xolasa shu klientlarimizga yaqinroq keling. Donligidan jo'nataylik deb aka. Ana shu yerdan yangi buzing. Yangisidan buzing. Mana. Bu donni qarang, mana. O'zi ko'ring, qarang, bu donlarni. Donlarni qarang. Xudo xolasa shuni berasiz-ku. Vijdon bor yotibdi. O'zlariga qilib, kuzga qilib bosgan. Bu namanganliklarda ko'proq hali qo'chqor boqadi deydi, ammo juda aytadi aka. Xudo xolasa shu qo'chqorlarga. Mana, akalar yangi buzilgan joyidan mana doni bo'lsa shunchalik bo'ladi. Xudo xolasa albatta like arzigulik. Ahrorjon, naval holatdan beraveramiz, a? Naval holatdan ham beraveramiz, a? Ha, iloji boricha ko'proq qopli. Qopli, a? Chunki matn postoyanniy qop bo'ladi, bolalar ishlayapti. Hali nima deydi? Yuklagan qopda ham udobni turadi. Vaqtdan ham haligi bo'ladi. Uzoqroq ham turadi. Achib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Shunisi bo'ladi. Shu qopli yaxshi chiqib ketyapti hozir bizda. Xo'p, eng kamida necha qop bo'lsin va dastavkamiz qaygacha? Dastavkamiz butun O'zbekiston bo'ylab, faqat yo'l kirasi qo'shiladi. Shopirda biz gaplashib beramiz. G'ozibatda biz aka bu donlilarni shu 20 kilolisini 20 ming so'mdan chiqarib beryapmiz aka. Bir qopini. O'ta ham donligini 20 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. Zo'r. Xo'p, shetdan olib ketsa o'zlari 20 ming so'mdan. Tanish mashinani jo'natib turib, unisi masalan mashinasini jo'natsa, uni porteri bordir yoki Isuzu'si bordir. Yuklab beramiz. 20 ming so'mdan yuklab mashinasiga chiroyli qilib joylab beramiz. Yo'l kirasi o'zidan. Agar yo'q, menga jo'natib oling desa, mashina gaplashamiz aka, yo'l kirasini kelishtirib beramiz. Yo'l kirasini ammo o'zi to'laydi. Eng kamida necha qop bo'lishi kerak? 50 qopdan ketaveradi. 50 qop endi asosiy vodiy territoriyaga. Vodiy territoriyaga 50 qop bo'lsa, xudo xolasa kelishaveradi. Tog'da ag'iga kami 300 qop aka. 50 qop, 100 qop, u hozirgi kunda gazi ham narxi jichcha qo'shilib qoldi. Shopirlar sal hali nima deydi, qimmat qilyapti. Narxni o'ynab qoldi. O'ynab qoldi. Shuncha 50 ta 100 talik juda ham kam bo'lyapti aka. Iloji bo'lsa o'sha 5 tonnali Isuzuga 300 qop yuklasa 6 tonna bo'ladi aka. 9 tonna, 15 tonna, furaga bo'lsa 25 tonna ketaveradi aka. Ular yo'l kirani gaplashiladi, ular kelishtirib beramiz endi. Primerni qancha qo'shilib qolishi mumkin yo'l kiraga, misol uchun qopiga? Toshkentlarga katta hisoblab olishmasin yo'l kirani ham, chunki Toshkentga mana hisoblaylik. Toshkentga 23 ming, 22 ming 800 so'm kirib boryapti. O'shaqaga kirib boryapti. Agar hamma yo'g'i bilan. Noboda bir 750 talik desa 22,5 ming ham kirib boryapti aka. Qancha оборот ko'paygan sari bu yoqda kamayaveradi. Yo'l kirasi arzonlashaveradi aka. Xo'p, kelinglar, bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsak, silisni mana yaqindan ko'rsatamiz. Bu yerda mana qoplanyapti akalar.
shu Sirdaryo qayergadir chiqib ketyapti deysiz hozir? Sirdaryoga xudo xolasa mashinalarimiz kelgan. Hozir yuklashni boshlaymiz mashinalarga ham, qarab turibdi mashinalar. Xudo xolasa. Sirdaryoga Bayovodga, Sirdaryo Guliston bozorining oldiga o'sha bir klientimiz bor. 2 kunda bir olib turadi, xudo xolasa o'shalarga jo'natyapmiz endi. Bemalol ishonchli, xudo xolasa mana shunaqangi sizga zo'ridan, donlisidan va Ahrorjonga telefon qilib, misol uchun bundan arzonrog'i bormi deb so'rasangiz, bor. Donsiz variantlari ham bor. Endi haligi donsiz deganda doni umuman yo'q emas. Yo'q emas. Doni bo'ladi, lekin mana bundaqangi haligi gurkurab turmaydi-da. Hali ko'pchilik donli joyini aytib olyapti deydi, mana o'pirilgan joydan. Любой joydan oling, mana любой joydan olib sizlarga mana ko'rsatyapmiz. Mana bu donini o'zingiz shuni ko'rib olarasiz. Bemalol. Chunki bu bitta o'rilgan va o'shaning orqasidan olib kelib bosilgan joyi. Buni ichidagi donli, donsiz qilib aralashtirib bo'lmaydi. Bitta karta, xudo xolasa bitta kartanikini bosishgan bunga. O'talib import makka, pachka makkanikini. Chiroyli qilib bosilgan. O'zi ham mol baylig'on edi, endi nimadirki bo'lib endi buni sotag'on bo'lib qoldi, biz ham olib tirikchilikka endi foydalanyapmiz. Zo'r. Juda ham zo'r. Mana shunday insonlarga osonlikni qilib berishyapti. Bir qop qilib tayyor qilib, xudo xolasa bir qopda bitta molga shunday qilasizda, bemalol shunday to'kib ketaverasiz. Siz ustiga kepak sepib beradigan bo'lsangiz, u yog'iga ham vaqtni ekonom qilasiz, ham desa bu yog'ida molingizni to'yimlilik darajasi juda ham zo'r bo'lgan. Ko'rsatib ko'ring mana. Donlarini. Mana. Hammasida don bo'lyapti, xudo xolasa. Hijolat qilmaydi umuman sizlar. Xudo xolasa, ushbu videoni ayniqsa mana bu yerda hozir 800 tonna mana vodiylik akalarimiz jo'natib qo'yishdi, uyda hayvon boqadiganlarga. Chunki mana tez olib qolsa, xudo xolasa, ulgurib qolishadi mana shunaqangi donlilarga. Sizlar esa bittadan like bosib qo'yasizlar va Ahrorjonga bemalol murojaat qilaverasizlar. Buni nomerlarni saqlanib qo'yadigan bo'lsangiz, ertaga selish sezonda ham bemalol makkalab pishib qolganda, to'g'rimi? Tayyor gektardan chiqib ketadigan holati hammasida xudo xolasa o'zlari cho'tka qilib beradilar. Xudo xolasa. Kattakon rahmat. Sizlarga Alloh rozi bo'lsin, sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, ishonchli joydan mana katta yami ochilgan, bemalol aloqaga chiqaringlar.